Assalomu alaykum, Atomini ashaddiy muxlislari. Mana bugun biz Tofem naborining mahsulotini o'zimizda sinab ko'ramiz. Tofem nabori 5 ta mahsulotdan iborat bo'lib, birinchisi tonik. Tonik yuzni mayin tinchlantiruvchi choy ekstraktlaridan tayyorlangan bo'lib, surtish jarayonidayoq o'zingiz bu mayinlikni his qilasiz. Men o'zimda sinab ko'rdim, menga juda ham yoqdi. Ikkinchi mahsulotimiz bu essence. Essence yuzni oziqlantirar ekan. Menga ham bu mahsulot juda ham yoqdi. Chunki meni yuzim juda ham quruq. Har doim menga o'zimning kosmetologlarim aytadiki, yuzni har doim bir kunda 2 mahal namlantirib tursangiz, yuzini ajin bosmaydi deb har safar borganimda menga tushuntirish olib borishadi. Yuzni har doim namlantirib, iloji boricha namlantiruvchi kremlarni surtib yuring deb maslahat beradi. Mana 40 yoshga to'ldik ham, yuzimizda ozgincha o'zimizga yarasha ajinlarimiz ham bor, lekin harakat qilyapmiz. Ajinlar bilan kurashib, go'zal hayot kechirishga. Mana bu mahsulotimiz 3-mahsulot bo'lib, ko'z oldidagi ajinlarni yo'q qilish effektiga mos krem ekan. Ko'p kulamiz, juda ham baxtli hayot kechiramiz, chunki ko'p kulganimiz uchun ko'z ostimizdagi mana bu ajinlar ko'payib boradi yil sayin. Chunki bu ajinlari kulmasdan yashashning iloji yo'q. Masalan, men yaxshi ko'raman. Kulib ekan. 5 kun davomida men o'zim his qildim. 5 kun, 6 kun davomida mana shu taraflar ko'zlarimni oldidagi ajinlarim kamayib borganini his qildim. Ko'rinadigan mashinlar. Bu krem qanaqa ishlaydi men tushunmadim, lekin 5 baho. 4-mahsulotimiz bu yuzni oziqlantiruvchi losyon. Bu mahsulot juda ham kerakli deb o'ylayman. Har bir kremlarning etaplari bir-biriga bog'liq, bir-birini qo'llab, bir-biriga yordam berib, struktura bo'yicha yuzni namlantirib boradi deb o'ylayman. Losyonda strukturasida eng kerakli vitaminlar bilan oziqlantirilgan ekan. Bu juda ham muhim. Va eng oxirgisi bu krem. Kremning strukturasini o'qib ko'rganimda ichida aminokislotalarga boy bo'lgan mahsulotdir. Yuzdagi dog'larni ketkazishga yordam berar ekan. Keyin yuz oqartirish effektiga ham bor ekan, oqartirish effekti. Yuzim sal rangi oqargan o'zimda his qildim. Menga juda ham yoqdi. Rahmat.